Yunusobod 6-kvartal. Yunusobod metro yaqinida joylashgan 11 qavatli yangi qurilgan Novostroyka binomiz 1-qavatda joylashgan 2 xona 55 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadonimizda turibmiz. Uyimiz Shohsaroy uylarida, buni ko'pchilik bilsa kerak. Uyimizni obzorini boshlasak, bu bizni kirish qismimiz. Uyga kirganimizda koridorlar bo'ylab bizni birinchi xonamiz yotoqxona yokida zal qilib foydalansak bo'ladigan bu birinchi xonamiz. Uyimiz isitish tizimi, cho'pli pol, radiator, hamma jihozlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari uyimiz to'liq atachenta qilingan. Bu bizni sanuzelimiz, ya'ni ommon tualetimiz umumiy. Juda ham sifatli mebellardan foydalangan. Bu yo'lak bo'ylab kelganimizda bizni oshxona qismimiz, kuxnyamiz tayyor. Kuxnya mebeli o'rnatishlik uchun kafelarni bosib qo'yilgan, duv kontur, cho'pli pol, oshxonada aytganimdek hamma jihozlarimiz bor. Bu esa oshxona yonginasida bizni yotoqxona qismimiz. Juda ham shinam, o'zgacha dizaynga ega bo'lgan ushbu xonadonimiz. Xo'p, xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsak, uyimiz egalari 75.500 deb aytayaptilar. Yana ozgina kami bor. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, yana batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Shu videoga like bosing, Yunusoboddan uy so'ragan tanishingizga jo'natib qo'ying.